Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsızlıqtanlar ekranımız olsun. Amerika Müdafiə Ministerliği Microsoft bilan Xitoyning aloqasini tekshiradiganligini bildirdi. Amerika Davlat Müdafiə Ministri Pete Hegseth Microsoftning ministerlikdagi kompyuter sistemalariga texnikalik mulozimat uchun Xitoy injenerlardan yordam olish masalasining tekshirilganligini bildirdi. Bloomberg agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika Müdafiə Ministri X ijtimoiy taratquv hisobida bu satchilik haqida izohat berib, bu ahvolning eng qisqa muddat ichida tekshirilganligini bildirdi va Xitoyni o'z ichiga olgan holda chet ellardagi hech qanday injenerning Davlat Müdafiə Ministerligi sistemalariga kirishiga ruxsat berilmasligi kerak dedi. Microsoftning bayonotchisi Frank Shaw bu haqda X hisobida javob berib, masalaga munosabatlik andishalardan keyin Microsoftning sistemida o'zgarish elib borganligini, texnikalik mulozimat uchun Xitoy markazlik injenerlardan amdi yordam elinmaydiganligini bildirdi va Amerika hukumatiga mumkin bo'lgan eng bexatar xizmatlarni ta'minlash qarorimiz qat'iydir deganlarni ifodaladi. ProPublica nomli mustaqil tekshirish axborotchilik tashkiloti hafta ichida Microsoftning Mudofaa Ministerligidagi kompyuter sistemalariga mulozimat qilish jarayonida Xitoydagi Xitoy injenerlardan yordam olganligini oshkorlagan edi. Xabarda Amerikalik xodimlarning bu jarayonni yetarlik nazorat qilmaganligi, davlatning eng sezgur sonliq ma'lumotlarining qo'g'dalmagan holatda tashlab qo'yilganligi ilgari surilgan bo'lib, Amerikaning Arkansas shtatining Jumhuriyatchi senatori Tom Cotton mazkur satchilikka inkos bildirib, ministerlikdan masalaga munosabatlik izohat talab qilgan edi. Is funded by communist China as well. Rossiyaning neftini olgan Xitoy, Hindiston va Braziliya ogohlantirildi. Amerika Davlat Majlisi a'zosi senator Lindsey Graham Xitoy, Hindiston va Braziliyaning Rossiyadan neft elishni davomlashtirayotganligi sababidan bu davlatlardan 100% tamojna beji elinishi mumkinligini bildirdi. Anadolu agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Fox News'ning ziyoratini qabul qilgan senator Graham kun tartibidagi masalalar haqida to'xtalib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga xitob qilgan holda "Sening navbating keldi" dedi va Amerika prezidenti Trump Rus nefti setib olgan Xitoy, Hindiston va Braziliyaga qo'shimcha boj qo'ydi. Bu uch davlat arzon Rus neftining taxminan 80%ni oladi. Bu Putinning urush mashinasini harakatlantirib turayotgan narsa dedi. U so'zida yana Isroiliya qo'shinining G'azza shahrining shimoliga joylashgan muqaddas oila cherkovini nishon qilishiga munosabatli so'z qilib, hujumga munosabatli kishilarning mutlaq jazolanishi kerakligini aytdi. Trump 14-iyulda Oqsaroyda NATO bosh kotibi Rutteni kutib olgan vaqtdagi matbuot yig'inida Rossiyaning 50 kun ichida Ukraina bilan kelishimga kelmagan taqdirda bojlarni 100% oshiradiganligini e'lon qilgan edi. Rutte bo'lsa Braziliya, Xitoy va Hindiston qatorliq davlatlarni Rossiya bilan savdoni davomlashtirgan ahvolda Amerikaning ikkinchi darajalik jazolariga uchrash ehtimolligi to'g'risida ogohlantirgan edi. Tayfun bo'rini Xitoyga ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Xitoyga ig'ir ta'sir ko'rsatgan Vifa tayfun bo'rini 26 kishining yorilishiga 471 daraxtning o'rilishiga sabab bo'lgan bo'lib, bo'ron sababidan to'xtatilgan uchishlar sababidan 80 ming kishi salbiy ta'sirga uchragan. Ixlos xabar agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, boshda Hong Kongga qattiq ta'sir ko'rsatgan Vifa tayfun bo'rini Xitoyga ig'ir zarba bergan bo'lib, hayotni palaj holga tushirib qo'ygan. Kishilarni qattiq qo'rqinch bosgan. Hong Kong Sharq rayon majlisi a'zosi Kenny Yuan bu haqda bergan izohatida texmi qo'rqinchli vayronchilikqa sabab bo'lgan ilgirki Mankut va Hato tayfun bo'ronlariga selishtirganda bu hodisada faqat o'rilgan daraxtlar va buzilgan bino reshatkalarini ko'rdik dedi.
Hong Kongdan o'tganda 3 soat ichida 110 millimetrlik yomg'ir yog'dirgan bo'ron jarayonida shamol sur'ati soatda 167 kilometrga yetgan. Hong Kong hukumati tarafidan berilgan bayonotda tayfun bo'roni sababidan 26 kishining yaralanib doktorxonaga avatilganligi va 253 kishining vaqtliq panohgohlarga panohlanganligi, 471 daraxtning o'rilganligi, buning sirtida davlatda 400 qatimliq uchishning nachar havolayi sharoiti sababidan kechiktirilganligi va bu ahvolning 80 ming yo'lovchiga ta'sir ko'rsatganligi bildirildi. Vifa tayfun bo'ronining Hong Kongdan keyin Xitoyning Guangdong o'lkasining Taishan shahriga shu yer vaqti 17 dan 50 atrofida yetib borganligi va soatda 108 kilometr sur'atga chiqib kuchli tropik bo'roniga aylanganligi bildirildi. Va bu bo'ronning bu yil rayonda ko'rilgan 6-chi tayfun bo'roni ekanligi ifodalandi. Şəbsiz qırğınçılıq, G'azzada 86 Falastinlik ochliqdan qazo qildi. Falastin Səhiyyə Ministerliyi yaqinqi 24 soat ichida kam deganda 18 kishining ocharchilikdan qazo qilganligini bildirib, G'azza chegara eg'izlarini darhol qayta echishga chaqirdi. Falastin Səhiyyə Ministerliyi Isroiliyaning 2023-yil oktyabrdan buyon qo'rshav ostidagi G'azzaga insonparvarlik yordam buyumlarining kirishini to'sishi sababli 76 nafari bola bo'lib, jami 86 falastinlikning ocharchilik va uzuqliq yetishmaslik tufayli hayotidan ayrilganligini bildirdi. Qo'rshavga ilingan rayondagi insoniy krizis sadosiz qirg'inchilik deb atalgan bayonotda insoniy sharoitning nacharlashishining javobgorining Isroiliya bilan xalqaro jamiyat ekanligi ta'kidlandi. Isroiliya 2 martdan buyon G'azza bilan bo'lgan barliq chegara eg'izlarini taqib etib, rayon aholisining insoniy yordamga erishishini to'sib kelmoqda. Bu ahvol ocharchilikning yeyilishini texmo tezlatmoqda. Isroiliya qo'rshavga olgan G'azzada elib berayotgan hujumlar bilan ko'p qismi ayollar va bolalardan tashkil topgan taxminan 59 ming falastinlikning joniga zomin bo'ldi. Falastinning rasmiy xabar agentligi Vafaning xabariga qaraganda, vayron bo'lgan uylarning xarobiligi ostida taxminan 11 ming falastinlikning jasadi hozirgacha ko'milib yotmoqda ekan. Mutaxassislar G'azzadagi mas'ullarning dokulat qilgan sonliq ma'lumotlarning haqiqatni aks ettirmaydiganligini, haqiqiy qazo qilganlar sonining 200 mingga yaqinlashishi mumkinligini ilgari surmoqda. Hujumlarni davomlashtirayotgan Isroiliya G'azzaning zo'r bir qismini xarobiga aylantirish bilan birga rayon nufusining butunlay tugudak majburiy ko'chishini keltirib chiqardi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.